Xullas yigitlar, mahallada razbor bo'lyapti. Ketdik mana. Sherikni o'zimga olib oldim. Bu oldi qatorda. Ketdik. Hammamiz ketdik. Bitta razbor qilib kelaylik, ishlab bitirib kelishimiz kerak. Ketdik. Razbor bo'lyapti. Ketdik, baqa kelinglar. Hamma kelsin manaqa. Xullas muammoni kim boshladi? O palajinist ko'ryapsizmi? Orqada hech kim qolmadimi? Tekshirib qo'yapti. Kim boshladi? Menga mana shu masalaga oydinlik kiritib beringlar. Hozir mana boshimga g'alva bo'lyapti. Ishlab sen boshladingmi, sen cho'ta kekkayib yuribsan? Sen situatsiyaga qaramadingmi? O'zing nima deying yo'qmi yo'q? Xullas, mana bu kurkalar ishda mana. Turturinglar mana, men hisobiga gaplashib olayim rais bilan. Qara, bu kurkalar problema qilgan. Aralashmaysan problemaga. Bo'pti mayli. Asal toylarni ko'rsangizchi, ha? Xullas, bularga yemdan masala yo'q. Yemda ayamay beryapman. Ozgina katta qilib olguncha, mana bu oy. Bir kun mol, bir kun qo'y. Sizga nima bo'lyapti? O'ynagingiz kelyapti. Men qarangda. Teginma, suzinma. Kel bu yoqqa chiqqa. Bu yoqqa chiq, endi gap bor. Bu yoqqa kel. Ma, kel bu yoqqa. Kel bu yoqqa kel. Mana janjal. Janjal mana. Tepaga chiqaver. Xullas, darvozaxonagacha. Ras, dua. Yonbosh, mashalloh. Nima bo'lyapti? Tushib ketdingizmi oxiri? Siz просто semirib ketdingiz. Hey, Garbanoz. Alo. Tepaga chiq. Hop, tepaga. Yetti darvozaxonaga. 1 2 Sekin. Uy, meni suzmada. To'xtab tur. Meni eshit. Nima qoplarni oldigacha bitta razmin qilamiz bo'ldi. Meni vaqtim yo'q, chunki ish qilishim kerak. Tushundingmi? Просто chicha razminga. Semirib ketganini ko'ring. Boqilyapti-da bu qiz. Ketdi. Ras, dua. 1 2 Yonbosh. Осторожно, mototsikl. Siz otingiz Arashanmi? Pasport qachon olamiz sizga? Bitta narsa o'ylab qoldim-da. Men yaqinroq kelgin. Senga pasport olaman. Endi hangomada prikol. Hop, toqat yo'qda, men bilan o'yin ko'raman. Bo'ldi, yetadi bugunga. Mana sherigi ham keldim. Kuchiravi. Ana, qoqishib ham qo'yishaveradi mana. Rost. Ko'rasan? Sekin motorolni qoqasiz hozir. Echki bu. Bu katta ehtimol Husayn Boltni qo'yib qo'ygan. Tez yugurardi-yu Husayn Bolt. Hidini qara deb mana shu yomg'irdan keyingi hidni aytib o'tchaklaydi boyaga akamiz. Uchastkani qishloqni sharoiti shunisi zo'rda qarang. Noklarimiz pishdi. Olmalarimiz pishib, уже ikkinchi marta pishyapti. Yomg'ir ham dahshat bo'lib quyib berdi. Mehnat zo'r ketdi, xudo xolasa. Agar o'zingizdagi mevani daraxtdan uzasiz-ku, yuvib o'tirmaysiz, shaxsan men yuvmayman. Shuni usti-boshga artding ketdi. Ovli uyda shunisi zo'rda. Liboy pishgan mevani olasiz, yedingiz ketdi. Miau. Men qizig'i eshikni qo'yapman-u, mana ularni olib chiqish esimdan chiqib qoldi-da. Turkiya biznesga, xudo xolasa, tayyorgarlik haqiqatan ham chiroyli ketdi. Men o'yladimki, mana yerda ham joyimiz bor-da. Buni xudo nasib qilib boshlab olsak esalomon. Manaqachi brollerni ham tashlab ko'rmoqchiman, uy sharoitida. Xuddi shunaqa boks qilmoqchiman. Avvalo nasib, harakat qilaveramiz, sabablarni qilaveramiz. Alloh izn bersa, yaqa ham qilib ko'ramiz-da. Oxirgi qadamlar qoldi. Haqiqatan ham o'zimga ham yoqib ketyapti. Oxirda qanday qilishni bilmadim-da, boyagi polietilin trubani shunday yarmidan bo'lib osma